Bu matosi ham вообще yumshoq ekan. Shuni kameradan his qildirsak mijozlarga. Bugun ko'ngillar haqida emas, ularning matosi haqida gaplashamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz trikotaj. Trikotaj matosi yaxshi cho'ziladi va hamma shaklga mos keladi. Juda ham yumshoq, yoqimli, terini tirnash xususiyatini bermaydi. Trikotaj namlikni yaxshi qabul qiladi va terini nafas olishga imkon beradi. Sadia brendining 80% kiyimlari tanaga zarar keltirmaydigan va yumshoqqina trikotaj matosidan. Sadia Lux mijozlarning sog'liq haqida qayg'uradi. Мама, а где наш папа? Разве командировка бывает такой длинный? Я напишу папе письмо, и он вернется. Здравствуй, папа, я так скучаю. Маме трудно одной со мной. Утром я ее провожаю, а потом долго жду домой. У окна мама рядом встанет, и на небо мы с ней глядим, как там звездочка поживает, на которой ты один. Папа, мой милый папа, ты к нам с мамой скорее прилетай. Ты нам нужен, любимый папа, ты, пожалуйста, это знай. Я хочу, чтобы злые дяди и ни завтра, и никогда не играли с тобою в игры с названием «Плохие война». А вот Сашкин папа, Bu matosi ham вообще yumshoq ekan. Shuni kameradan his qildirsak mijozlarga. Bugun ko'ngillar haqida emas, ularning matosi haqida gaplashamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz trikotaj. Trikotaj matosi yaxshi cho'ziladi va hamma shaklga mos keladi. Juda ham yumshoq, yoqimli, terini tirnash xususiyatini bermaydi. Trikotaj namlikni yaxshi qabul qiladi va terini nafas olishga imkon beradi. Sadia brendining 80% kiyimlari tanaga zarar keltirmaydigan va yumshoqqina trikotaj matosidan. Sadia Lux mijozlarning sog'liq haqida qayg'uradi. Matosi ham вообще yumshoq ekan. Shuni kameradan his qildirsak mijozlarga. Bugun ko'ngillar haqida emas, ularning matosi haqida gaplashamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz trikotaj. Trikotaj matosi yaxshi cho'ziladi va hamma shaklga mos keladi. Juda ham yumshoq, yoqimli, terini tirnash xususiyatini bermaydi. Trikotaj namlikni yaxshi qabul qiladi va terini nafas olishga imkon beradi. Sadia brendining 80% kiyimlari tanaga zarar keltirmaydigan va yumshoqqina trikotaj matosidan. Sadia Lux mijozlarning sog'liq haqida qayg'uradi.